Hammaga assalomu alaykum. Hayit dasturxoni uchun judayam mazali chiqadigan chakchaklar tayyorlaymiz. Dasturxoningiz ko'rki bo'lgan bu chakchaklarni siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Tayyorlanish uslubi ham judayam oson. Buning uchun birinchi bo'lib tuxumlarimizdan chaqib olamiz. 3 ta tuxum va 2 ta tuxum sarig'ini qo'shasizlar faqat. Bir chimdim tuz solib mikser qilamiz va orada yarim choy qoshiq chayni soda solamiz va oppoq bo'lguncha mikser qilamiz. Elangan un solamiz va o'rtacha yumshoqlikda xamir qilib olamiz. Xamirimizni 1 soatga tindirib qo'yamiz. Tingan xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. O'rtacha qalinlikda yoyib olasizlar. Juda ham katta bo'lib ketmasligi kerak. Yoygan xamirlarimizning yarim qismiga o'simlik yog'i surasizlar va yarim qismi bilan yopasizlar. Va 7 santimetrdan lenta shaklida qilib zunchoq qilib kesib chiqamiz. Va bir enli qilib mayda qilib kesib chiqasizlar. Xohlasanglar maydaroq qilib kessanglar ham bo'ladi, yirikroq qilib kessanglar ham bo'ladi. Men ikki xil uslubda kesdim, maydaroq va yirikroq qilib. Qozonga yog' solib, yaxshilab qizigandan so'ng chakchaklarimizni solib, yaxshilab kovlab turamiz. Juda ham tez pishib chiqadi, qizarib ketmasligi kerak. Xuddi shunaqa qilib yana pishirib olasizlar hamma chakchaklarni. Bitta zuvala xamirdan bir tog'ora chakchak chiqadi mana. Endi qiyomini tayyorlaymiz. 2 stakan shakarga 1 stakandan ziyodroq suv solamiz va gazda qaynatamiz. Limon kislotasi yoki limon suvidan bir chimdim solasizlar. Va ketidan asalni solamiz va 10 minut qaynatamiz. Alohida idishga chakchaklardan solib, qiyomidan solib, yana alohida idishga salofan paket solib, chakchaklarimizni terib chiqamiz va alohida tarelkaga chakchaklardan solamiz. Va qolgan chakchaklarimizni ham baland qilib forma berib, chiroyli qilib terib chiqasizlar va dasturxonga tortasizlar. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.